Tanishim aytypti-da, "Menga uyalmaysanmi o'borka qilishingni ko'rsatishga? Men uyalaman nima ish qilishimni aytishdan, yashiraman hammadan" deb aytdim. Men ular uchun yashamayman birinchidan. Misol uchun insonni statusi nima ish qilishiga qarab qo'yilmaydi-ku. Men o'zim bir kuni o'qib qoldim-da, halol mehnat bilan farzandlarga rizq berib kelib, charchab uxlab qolsa, insonda gunohlari to'kilar ekan. Так что inson hech qachon qilayotgan ishidan uyalish kerak emas. Mana esa bugun zakazim 2 xonali uy oynalari bilan yuvishni iltimos qildi. Voy gullari shunaqa katta ekan, zo'rg'a ko'tardim-ku, o'zi ham qanaqa qilib selitra berib boqadimi nima? Mana yubaman desa, mana uni ko'klichasini ko'rib hayron bo'lib qoldim. Qanaqa qilib o'stirgan bular ham sochinadi. Uni buni qo'yinglar, vidni qaranglar, asalligini. Tez ishlarini qilib ketdik degan insonni o'zi yo'q. Buzma tomosha qilib oldim, maza qilib. Prixushkaga mana shunaqa kovrik kosa вообще удобно ekanda, любой payt olib, yuvib, top-toza qilib qo'shib qo'yaverasiz. Keyin qorning och qolib qoldi. Odamlarga o'xshab o'tirib, maza qilib choyini ichmaysanmi? Yo'q, men shu balkonga chiqib olib, toza havoga qarab maza qilib choy ichdim. Mana esa ishlarimni tugatib chiqsam, yomg'ir sharillatib quyuyordi-ku, zo'rg'a metrogacha yetib oldim. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar. Xursand bo'laman. Yoqmaganlar bizga kommentariy.